Gunoh soya kabi ergashdi. Men Dilnoza 31 yoshdaman. Erim Rustam bilan 8 yildan beri turmushdaman. U yaxshi inson, yaxshi ota, lekin ba'zida mehr bermaydi, gaplashmaydi, tunlari yonimda yotmaydi. Doim ish, doim telefonda kim bilandir band. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Haqiqiy hayotdan olingan ta'sirli hikoyani tinglashga tayyormisiz? Unda bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va fikringizni izohda yozib qoldiring. Chunki bu hikoya sizni hech qachon befarq qoldirmaydi. O'sha kuni erim safarga chiqdi, tashlab ketdi. Yana hech qanday izohsiz kelaman dedi, ketdi. Bir hafta yo'qoldi. Shu orada erimning eng yaqin do'sti Asilbek menga telefon qildi. Yolg'iz o'tiribsan, yur sal sayr qilamiz, chalg'itaman seni dedi. Men rad etmadim. Asilbek men uchun doimiy samimiy inson edi. Uni ko'rsam yuragim tinchlanardi. Har doim kuldirardi, mehr ko'rsatardi. O'sha kuni shunchaki bir piyola choy ustida boshlangan suhbat kechgacha cho'zildi va hatto tun ham o'tdi. U meni o'zi olib bordi, ko'zlarimga qaradi. Qalban titradim, ko'zimdan yosh chiqdi, qo'limdan ushladi. Sen yolg'izsan Dilnoza, men buni ko'rmayotganim yo'q dedi u ohangda. Men jim edim, yig'lagim keldi va o'sha dam o'zimni yo'qotdim. Tun shaytonning fursati bo'ldi. Biz yaqinlashib ketdik. U quchoqladi va men qarshilik qila olmadim. Ertalab uyg'onganimda ko'nglim o'kinch, qo'rquv, iztirob egalladi. Ko'zimga osmondagi quyosh ham qora ko'rindi. O'zimni yomon his qildim. Men erimga xiyonat qilgandim. Eng yomoni bu xiyonat begonaga emas, o'zimizning do'stimiz edi. Erimga qaray olmayapman. Ko'zlarimda yolg'on bor. Asilbek bilan suhbatlarimizni tugatdim. Yig'layman, ammo kech bo'lgan edi. O'sha kundan keyin hayotim o'zgarib ketdi. Erim Rustam safardan qaytdi. Ko'zimga qaradi, hech narsa demadi. Har doimgidek sovuqqon, har doimgidek jim edi. Lekin men o'zimni yeb bitirgandim. Har tunda o'sha lahzalar, o'sha xiyonat ko'z oldimda jonlanardi. Yuragim og'ir yuk bor edi. Axir Asilbekdan xabar chiqmayapti. U bilan bir martalik edi deb o'ylagandim, lekin u yana yozdi. Meni unutdingmi? Yuragingga bir marta joy oldim. Endi chiqib ketmayman. Aslo. Qo'rqdim. To'xtagin iltimos, men xatoga yo'l qo'ydim. Oilam bor. Shu bilan tugaydi deb yozdim. Ammo u indamadi. Keyingi kuni Rustam ishdan kelib ko'zimga tikildi. Dilnoza, menga haqiqatni ayt, dedi u. Ichimda bir narsa uzilib tushganday bo'ldi. Nima haqida aytyapsiz? Deyishga ham urinib ko'rdim. Tovushim titrar ekan, u telefonini ko'rsatdi. Telegramim ochiq edi. Asilbek bilan yozishmalarimiz. Tamom, qochadigan joy yo'q dedim. Men tiz cho'kdim. Kechir, men o'zimni yo'qotgandim, mehr izlagandim. Sen uzoqlashding, men esa qulash yoqasida edim. Ammo bu meni oqlamaydi. Gunoh qildim, bilaman. Men sendan o'zgarib ketdim. Kechirsang ham, kechirmasang ham haqiqatim shu. Rustam jim edi. Qattiq nafas oldi. Yuzida alam, nafrat va afsus qorishgan edi. Men seni kechirmayman Dilnoza. Mehrni begona erkakdan izlaganing, bu meni o'ldirganing. O'sha kecha men sening ko'zlaringni yo'qotdim. Endi yuragimdan ketasan, dedi u ohangda. U chiqib ketdi. Men esa shunchaki devorga tikilib qoldim. Endi uy jim, bolalar boshqa xonada, yuragimda esa tubsiz bo'shliq. Men bir kechalik ehtiros evaziga oilamni yo'qotgan edim. Rustam ketdi. O'sha kunning ertasida men o'zimni bo'sh xonada topdim. U bolalarni onasining uyiga olib ketgan ekan. Qolgan hamma narsa, mebel, devordagi suratlar, hatto choynak ham og'riqli xotiralarni eslatardi. Derazadan tashqariga qarayman. Odamlar kulib yuribdi, hayot davom etmoqda, lekin men uchun vaqt to'xtab qolganday edi. Shu orada Asilbek yana chiqdi. U hatto Rustam bilan bo'lganlarimni ham eshitgan. Meni tanlasang, hammasini boshidan boshlaymiz Dilnoza. Men haqiqiy erkakman dedi. Men unga jahl bilan qaradim. Sen meni bir lahzalik ehtirosga aylantirding. O'sha tunda men ojiz edim. Endi esa hammasini yo'qotdim. Bu sevgi emas, bu faqat halokat edi. Asilbek jim bo'ldi. Keyin
ketdi. Bu so'nggi marta uni ko'rishim edi. Kunlar o'tdi. Men yolg'izlikni o'rganishga majbur bo'ldim. Har safar oynaga qaraganimda o'zimdan nafratlanardim. Rustamdan kechirim so'radim. Bolalarni ko'rishga harakat qildim, lekin u javob bermadi. Bir kuni telefonimga bitta SMS keldi. Men seni kechirmadim, lekin bolalar seni sog'inmoqda. Ko'rishlari uchun izn beraman. Kunlar o'tardi. Men esa hanuz ichimda qiynalardim. O'zimni kechira olmasdim. Uyda har bir burchak xotira bo'lib qolgandi. Har safar o'sha voqeani eslaganimda yuragimni muz bosardi. Lekin bir kuni kelib uyg'ondim. O'zimga savol berdim. Qachongacha pushaymonlikka yashayman? Qachongacha o'tmish meni ezadi, dedim. Men o'zimni yo'qotib qo'ygan edim. Endi esa o'zimni topishim kerak edi. Qadam-ba-qadam boshladim. Ishga joylashdim. Kutubxonada kichik lavozim, kitoblar orasida yuragim biroz tinchlik topdi. Psixologga bordim, dardimni aytdim, yig'ladim, lekin bu yig'i davo edi. Bolalarimni har yakshanba ko'rishga ruxsat oldim. Ularni quchoqlaganimda yuragim yana urdi. Ular uchun yashashga arziydi. Orada 6 oy o'tdi. Endi men boshqaman. Hali ham gunohimni unutmaganman, lekin u bilan yashashni o'rgandim. Bu iz yuragimni doimiy qoladi. Ammo shu iz menga dars bo'ldi. Bir kuni Rustamdan xabar keldi. Ustida bitta so'z bor edi. Rahmat, bolalar seni yaxshi ko'radi. Sen ham kuchli ayolsan, Dilnoza. Ko'zimga yosh keldi. Meni kechirim so'radim, lekin u kechirmadi. Ammo hayot meni kechirdi. Endi men boshqa ayolman. Og'riqni boshdan o'tkazgan, lekin undan saboq olganman. Oradan 1 yil o'tdi. Men endi o'sha avvalgi Dilnoza emasman. Xiyonat qilgan, yig'lagan, afsuslangan ayol emas, kuchli, sabrli va mustaqil ayolman. Kutubxonadagi ishim ko'paydi. Bolalar bilan har hafta uchrashaman. Ular meni yana ona deb mehr bilan quchoqlashadi. Har safar ularning ko'ziga qaraganimda ichimda yanada yashash istagi uyg'onardi. Rustam bilan endi begona emasmiz, lekin yaqin ham emasmiz. Farzandlar tufayli gaplashamiz. U ham, men ham og'riqni unutmadik, lekin undan o'tib ketdik. Bir kuni ishxonamda bir ayol yig'lab keldi. Uning so'zlari yuragimni larzaga soldi. Men erimni yo'qotdim, lekin o'zimni yo'qotib qo'yganim undan og'irroq bo'ldi. Men unga qaradim va asta aytdim. O'zingizni topishingiz uchun hech qachon, hech kimga kech bo'lmaydi. Faqat birinchi navbatda o'zingizni kechiring. Bu men uchun emas, butun ayollar uchun haqiqat edi. Ayollar, yodingizda bo'lsin. Xatolar sizni buzgani yo'q, sizni o'rgatgani bor. Hayot sinaydi, yiqitadi, lekin siz tik turing. Sadoqatdan adashganingiz sizni abadiy tuban qilmaydi. Ammo saboq olsangiz, siz undan kuchliroq bo'lasiz.